tirnoqlardagi o'zgarishlar qaysi kasalliklarda sodir bo'ladi? Birinchisi, sarg'aygan tirnoqlar va tirnoq atrofida sarg'aygan teri. Sarg'aygan tirnoqlar oshqozon, ichak tizimi va jigardagi muammolardan darak beradi. Atrofida sarg'imtir teri zamburug' kasalliklaridan kelib chiqishi mumkin. Bundan tashqari, tirnoq ishlashi ham teri atrofida bakteriyalar va keratin qoldiqlari to'plab xuddi shunday holatga olib keladi. Ikkinchisi, oq dog'lar. Unga ko'proq travmalar, ozuqa moddalari yetishmovchiligi va har xil bo'yoqlar bilan kimyoviy ishlovlar sabab bo'lishi mumkin. Uchinchisi, singan tirnoqlar. Asosan keratin oqsili yetishmovchilik natijasida yoshi keksaygan insonlarda keng tarqalgan. Ba'zida travmalar va surunkali tirnoq tishlash natijasida ham tirnoqlar sinuvchan bo'lib qolishi mumkin. To'rtinchisi, tirnoqlarning rangsizlanishi. Organizmda vitamin B12, temir yetishmovchiligida va qandli diabet, psoriaz, zamburug' infeksiyalarida uchrashi mumkin. Beshinchisi, moviy tirnoqlar. Ko'p miqdorda antibiotiklar qabul qilish, psoriaz, ekzema va metabolizm buzilishlaridan dalolat beradi. Oltinchisi, g'adir-budir tirnoqlar. U tanada torch infeksiyasi, siydik yo'llari va boshqa infeksiyalar hamda tanada autoimmun kasalliklar mavjud bo'lganda kuzatiladi.